bilan Abdulla Uzbul 002. Bugun yana Diyor Uzbul kanaliga podpisatsiya bo'lib qo'yildi. Bugun ikkita modda obzor qilamiz. Minigun modi va Craftsman 5. Qani qo'shilma yo'q. Modimiz qo'shildi. Bizda mana arzo modlari, minigun modlari, portlovchi moddalar modi. Portlovchi moddalar modi. Nima qilyapti bu? Bittasi Tashyaptimi uni? Ha, tashladim. bu kerak narsa ekan. Faqat boshqa xilini olib ko'ramiz. Unda minigunni. Craftsman 5 men eng yaxshi ko'rgan Minecraftlardan biri. Bedrock Minecraftga o'xshamaydi. Diyor Uzbul 03 ga o'tinglar. Diyorbek bo'lmasam ayol telefonni bermay. Ekrani. Uy! Nima qilyapti bu? Kuchli blaster ekan u. Boyagi ko'ki avtomat ekan. Sizlarga bu blaster modini tavsiya qilaman. Tavsiya qilamiz. Diyorbek, qarang. Uchish modi bilan uchish emas, sakrash. qaranglar, bo'ldi. Yo'q, to'xtang. Qizilni ham olib keling. To'xtanglar. Biz sizlarga yaxshi kontent chiqaryapmizmi, sizlar bizning videomizni qo'llamayapsizlar? Reaksiya ko'proq videomiz like yig'sin desanglar, shuning uchun keyin like bilan podpisatsiya bosinglar. Eng katta maqsadimiz bizni 1 million ta bo'l. Hech bo'lmasa 100 ta bo'lish. Yo'q, to'xtang. To'xta. Mana o'zim aytaman qanaqa maqsadligini. Biz YouTube knopkasini olishimiz. Hech bo'lmasa bronzani. Da. Kecha yomon zo'r ish bo'ldi. Artefakt tanisanglar kerak. Shu keyin biz Artcraftga qo'shilgan edi yangi modda. Shunday kirsa artefaktni o'zi turgan ekan serveriga kirsak. Qaranglar. Umatda yaxshilab cho'milishlaring kerak. Arttinib sochiladi. Xullas, yashil blaster juda zo'r ekan. Bu suvli blaster ekan qizili. Topdik. Endi boshqalarini obzori. Mana shu hozir. Shunaqa qiyshiqchilar bo'ladi. Sizlarga birinchi bo'lib blasterdan nega boshladik? Savol. Endi buni tekshirib bo'ldik. Buni endi tekshiramiz. Movo bilan Movoni. Yo'q. Pushtni. Yo'q, buni. Yo'q, yashilni tekshirganmiz. Mana. Qarab. Mana uni. Ko'rga qarab keling. Abdulla, Bedrock chiqmasini rozi. Chiqib kreativ zaman-ku. uchni yo'qotdi. Qanday ketdi? Hozir yig'im bo'ladi. Bolalarga eng ko'p qaysi YouTuber yoqadi? Uchinchidagi Diyorbek endi tayyormisiz? Bedrock. To'xtang, tepaga ko'tariling. To'xtang, tepaga ko'tariling. Ne bilaman bu? sekin qulashi ketyapti.
berdi To'g'ri deng. geç. To'g'ri geç. To'g'ri geç. Hozir to'g'ri geç. To'p, men bedroqgacha. Hozir o'tsa nima qilaman? Buni zor ekan, ha. Buni har doimgi Telegram kanalimizdan topasizlar. Lekin biz Telegram kanal ochish esimizda yo'q. Shuning uchun o'zimga kelaman. Bitta mo'l topish kerak. Tovuq teshik. Kalas teshik. Bu o'ltiruvchi boshqa ekan. Bo'chog'lik bilasizlar. Endi o'rim qo'ygandim. Bo'ldi. Qara, yashil plastirni sarflaydi. O'ltiruvchi hayvonlar. Voy! Xuddi bir tulki o'xshaydi ekan. Tulki qiladi. Tulki boshqacha qiladi. Vallahi sizga mana shu bot yoqdimi? Endi drakon oldiga shuni trollarim bilan borishim. To'plam bilan boringmi? To'plam qo'shilgan lekin anjumada hali Obzor qilmaymiz. Esda yo'q. Boş tutayım. hangi endi drakonni tarqali endi. Vallahi sizga Minecraft qiziqroqmi yoki PUBG? Bu aslında PUBG o'ynaydi. Ancha o'ynamagan. Jorbedi bitta zona yaqinida 5 yil yo'qlar. Yo'q, 5 sayt zona yaqinida shuni qurladim. Lekin men ancha o'ynamagan. Divanda bor. O'zicha corporationsda yomon hatto. Men bir hafta o'ynamasam unday qilmoqchi bo'laman. Tepada. Unaqaladi. Kim men bilan birga bir o'ynamoqchi bo'lsa, Shunga ID'sini yozib qoldiradi, lekin aytib qo'yar. gazini beraman men. Agar kimdir kardinal yo artefaktni tanisa, bizga nomerni yuborsa iltimos. Katta streamlarda qatnashamiz. Men kompyuterga nima ders? Lekin artefaktni nomerini biladi. Hech kimga Telegram kanalini bilaman. Telegram kanalini, gruppasini ham biladi. Minecraftda. Gruppasini emas, gruppasini ham. Telegramni. O'zini. To'xta. Tepaga uch, yana tepaga uch. Qana qo'yadi. O'zimni aktivlashtiraman bu bola. Oya ayasi telefonini bermagan. Sizlar qaysi narsaga ko'ryapsiz? Telefonmi, kompyutermi, planshetmi, televizormi? Agar yozib qoldirmaganlar televizor. Eski narsasini yozib qoldirgan. Bu qoramudi dordi onasini. Onasi publiki. Ni açardı özünü mahvolacağım.
Plastiğini sındırdım ha onu. Lekin boyga qilchi bilan unda ben ham. Katarang bu. Nima bu kim? İşte urun oladi ekan. Ko'rsatmayapti. Cheksiz olsa-ku, endi meni bittada qo'yadi. Ularni qo'ymayapti. Menimcha uni bosib turish kerak mana. To'xtang. Qilch narsa qazganini kim ko'rgan? Urchi. Lekin biz Arshamoddagi qilchga umuman tushunmadik. Pistolet bo'sh. Patroni ham, o'qi ham yo'q. Qoch. Ay, yordam bering. Esa. Manchi, xo'rami, manchi. Ha. Kimga Arshamod yoqdi? Yo'qdan ta'minlaydi. Silg'alay o'tiribsa, ko'rmaydi. Buvasini aytamiz. Tomon yurdi, bitta yaxshi tomonlar.